Abramov maydonga tushib ketdik. So'nggi hujum. Ferrera. Endi cross. Havoda kurrash. To'p qaytdi. Zarba va gol! Bu qanaqa futbol? Bu dinamacha futbol do'stlar. Bu Samarqandcha futbol. 90+7-daqiqada g'alaba golni urib ketmoqda Dinamo jamoasi do'stlar. Voha derbisi voh qanday o'tdi. Bu uchrashuvda Qizilqum xafa bo'lish kerak emas. Mana shu o'yinni bir qismi Qizilqum mag'lub bo'lgan bo'lsa-da. Va do'stlar, Qodirqulov uchrashuvning so'nggi lahzalarida stadionni portlatib yubordi. Qodirqulovning zarbasi himoyachiga tegdimi yo'qmi bilmadim, u Quvvatov hozir to'pni yo'qotib qo'ydi. Quvvatov va darvoza tomon berilgan zarba mana kichik rikoshet menimcha bo'lgan, kimga tegsa ham. Quvvatov boshqa tomonga qarab turdi, to'p yo'nalishi o'zgardi va bu yerda mana bu kadr balki ochib berar. Sanjar o'ng oyog'ida zarba berdi, qabul bo'lgan ekan kichik rikoshet va hisob 3-2.